Assalomu alaykum hammaga. Nexia'ni pechkasi, regirovkasi ko'pincha ishdan chiqib qoladi. Bunga sabab pechka vakuum korpus ishdan chiqadi. Bu sinib ketgan. Bu yangi. Buni tark etgan yechmasdan turib qo'yish uchun biz bu yoqlarni pechga qo'yish uchun yechganmiz. Bu yoqlarni yechish shart emas. Buning uchun tark etgan chachmasdan turib bu narsani olish uchun birinchi ochirib, hop, bardacho'yni yechib olib tashlaymiz. Bardacho'y yechilgandan keyin qo'ltiqi bemalol ish qilgani joy bo'ladi. Boltlarni qatirgani, tepa pastda hamma joyini qatirgani. Ili keyin mana bu joydan teshik ochiladi. Bu joyda mana bunday turadi. Pechka vakuum korpusi shunday turadi. Bu simini chiqarib bu yoqdan olib olishimiz kerak. Qachonki bu sim chiqadi bu yoqdan, shu joydan, aynan shu joydan teshiladi. Simni o'zi xuddi shu ko'rinishda bu yoqqa sug'urib olinadi. Olingandan keyin vakuum korpus bu yoqqa chiqadi. Yangisini joyiga qo'yib, ustanovkasini qilib, yana xuddi shu joydan simini olib borib, simini joyiga olib borib, yana qo'yiladi. Shu bilan yechmasdan turib bemalol qo'ysa bo'ladi. Bittagina bardacho'k olib tashlanadi. Tepa past olib tashlanadi. Bo'ldi. Shu bilan bu yerdan bitta teshik ochiladi, bo'ldi, tamom. Xudo xolasa bemalol vakuum korpusni qo'yib, vakuumlarni joy-joyiga qo'yib, hattoki raspinovkalarni ham postga joylab qo'yganman. Raspinovka ulanishlari ham bor. Vakuum korpusda, vakuum regirovka vakuumlarning ulanishlari ham yo'llari bor.